Ana mehri. Bir yutum hikoya. Abdori Gülşen Abduqadir. Şərq Türkistonlik Uyg'ur ayollarning Analar bayramiga beg'ishlayman. Burunqi zamonda yiroq bir yurtda bir zolim podsho o'tgan ekan. U zolimlikda va aysh ishratda shundoq uchiga chiqibdiki, ey Hanas. Bütün shahardagi yolg'iz ayollarni haramiga chaqirtib kelib, ko'ngil ochadi ekan. Ertasi saharda agar ayol podshoni rozi qila olgan bo'lsa, uning uyiga qaytishiga ruxsat qilinadi ekan. Agar rozi qila olmagan bo'lsa, jallodga topshirildi ekan. Shundoq kunlarning birida bu shaharda 5 yoshlik qizi bilan birga yashaydigan bir tul ona podshoning haramiga chaqirtilibdi. Ana qizini yolg'iz tashlab qo'yishga va yoki uni qo'shnilarning uyiga qo'yib qo'yishga qiymabdi. Va qizini elib yo'lga chiqibdi. Ana qiz mengibdi. Bir yerga kelganda oldiga nihoyatda zo'r, bo'yi ko'klarga qadar taqashgan bir qapoq terak uchrabdi. Ana bilan qiz qapoq terakning soyasida o'ltirib orom olibdi. Qapoq terakmo o'zining illiq g'ulashlarini kerib, ana bilan qizga soyvan bo'pti. Shu asnoda ana qapoq terak bilan suhbatlashib qopti. Ana qapoq terakdan: "Ey, qattiq qomati ko'klarga taqashgan qapoq terak. Quchoq yetkusiz basti qomating va bo'y turqing bilan mening mushu 5 yoshlik qizimga bir kechilik panolik bergan bo'lsang va bu qizimni bir kecha yo'g'on shoxlaringning ustiga elib, yirtqich hayvon va yomon niyatlik odamlardan qo'g'dab bergan bo'lsang" deb o'tinibdi. Qapoq terak onaning o'tinishiga ma'qul bo'pti va qizini o'zining eng mustahkam shoxlarining biriga yerlashtiribdi. Ana safarni davomlashtirish oldida yana qizidan toza xotirjam bo'lolmabdi va qapoq terakka qarab: "Ey qapoq terak, sen mevasiz daraxt bo'lganingga qaraganda, ona mehrining qandoq bo'ladiganligini toza yaxshi bilolmasliging mumkin. Qizimga bir kecha texim yaxshi qarashing uchun men ona mehrimdan bir kechilikni qoldirib ketay" debdi va o'z ona mehridan bir kechiligini qapoq terakka qoldirib safarni davomlashtirdi. Ertasi saharda ona qaytib kelib, qapoq terakning panoliqiga topshirgan qizini sog'-salomat qo'liga ilib, qapoq terakka takror rahmatlar aytib uyiga qaytibdi. Ammo bir kunlik ona mehrdan oziq olgan qapoq terakning yo'pirmoqlari teximi yo'g'inab, teximi zishlashib, teximi bek baraqsan, teximi mehri muhabbatlik bir qapoq terakka aylanibdi. Qapoq terak aslida hozirgidek unchavala bukkida yo'pirmoqlik bir panohliq teriga emas ekan. Ammo bir kunlik ona mehrdan olgan oziq bilan qapoq terak uy makonsiz qolgan musofirlarga panolik beradigan o'ppida mehri illiq bir tabiiy musofirxonaga aylanibdi. Ana mehri yiroq vatanni Guantanamo bilan tutashtirgan mehr.
Ana mehri izdiraksiz g'oyib bo'lgan o'g'lini izlab, cho'qanlarni dunyoga qadar anglatgan Patigil G'ulomning mehri. Ana mehri bir kun kashkicha ishlab, ishdan tushganda yana yerib ochqiniga qaramay, oilasi uchun mezilik tomoq tayyorlash g'amida yurgan mehr. Ana mehri kulki chaqchaq dasturxonlar bilan vatan hasratini, musafir g'ayribliqni paslatgan, sana oildan iborat kichikiltilgan vatanni beg'ishlagan mehr. Ana mehri o'zi uchun bir narsalar olmoq bo'lib bozorga chiqqan, ammo uyi, balasi va eri uchun nurg'un narsalarni qo'ltiqlab kirgan mehr. Ana mehri erning va balaning chiroyiga tepgan xotirjamlik mehr. Ana mehri kechillari ko'zini yerib ichib, alligi uchun sut tayyorlagan, zaksini almashtirgan, 24 soat to'xtamay mehr chachadigan xislatlik mehr. Ana mehrisiz na podshoni, na bir qavmni, na bir davlatni tasavvur qilg'ili bo'lmas. Ana mehri safarga mangsang orqangdan suvlar chachqan, duolar to'kkan mehr. Ilova. Bir kuni shaytonlarning boshlig'i iblis yig'in echibdi. U shaytonlarga: biz bandalar orasida fitna tarqitish, g'aflatga selish, g'ayvat shikoyat boshlash ishlarini yaxshi bajirolmayapmiz. Şuna biz aldı bilen buzg'unchilik ishini oildan boshlashimiz, erni ayoldan, ayolni erdan yiroqlashtirish, balani ota-onasining gapini anglamaydigan, oila a'zolarining hammasi o'zi bilgancha ish qiladigan chechilang'u bir holatga akilishimiz kerak, debdi. Yig'in oxirlashish oldida iblis yana: oila insonlar jamiyatining jini. Oilalarni buzib etalsanglar, insonlarni eziqtirg'ili bo'ladi. Buning uchun odamlar orasidagi shayton sifat odamlardan yaxshi foydalaninglar va oldi bilan 5 oilani fitna tarqitib buzib etinglar, deb jamoat ichida turtkilik rol o'ynaydigan 5 oilaning tizimligini shaytonlarga beribdi. Bir mezgil o'tgandan keyin iblis xizmatlardan xulos chiqarish uchun shaytonlarni yana yig'inga chaqiribdi. Xo'sh, qani, men sizlarga fitna terib, buzg'unchilik urg'i chechib, teri peran qilib etish buyrug'i bergan 5 oilaning ishini bir taraf qila oldinglarmi? deb so'rabdi iblis shaytonlarga qarab. Arını ig'ir sukunat qaplabdi. Ardın bir shayton sukunatni buzib so'zlashga boshlabdi. Iblis janoblari, sizlar buzib o'tish buyrug'i bergan bu 5 oilada ana mehri intayin cho'nqur yildiz tartgan ekanki, biz shaytonlar bu mehr yildizni chanab qo'mirib etalmadik. Bu oilalardagi ana mehri oilasi uchun bir po'lat qo'rg'on yasab chiqibdi. Biz shaytonlar bu qo'rg'onning ichiga kira olmagidakmiz. Chunki bu ana mehri Allohga eng yaqin mehr ekan, debdi. Ana mehri odamiy shaytonlarning vasvasasiga bo'ri yiqib o't qo'yib bergan mehr. Qiz mehri, ayol mehridan tavlinib, ona mehri darajasiga yetgan bu mehr yerlarni ko'klarga tutashtirgan, dunyoga muhabbat va illiq harorat chachqan mehr.
Ana mehri, quyoshdan qalsa, harorati eng kuchli bo'lgan ikkinchi cho'ng mehr. Ana mehrisiz dunyo so'g'uq va ruhlar olami qorong'udir. 100 erkakning o'yg'onganidan bir qizning, bir ayolning, bir onaning o'yg'onganligi afzaldir millat uchun. Başqa, erkaklik başqa. Ayol başqa, ayollik başqa. Ana başqa, analık başqa. Birinchisi faqat va faqat jinsiy farqidir. Hayvondami bardir jinsiy farq. Ammo erkaklik, ayollik va analık bu yana bir başqa cho'nqur dunyo. Qizga, ayolga, onaga mehrsiz boqmang. Dunyo ranjiydi. Hay, qizga, ayolga, onaga uzitilgan behojat, qattiq qo'llarni tövan tushiring. Chunki ona mehriga uzitilgan qo'l Makkaga uzitilgan qo'ldir. Tugadi.